Diqqat qiling, O'zbekistonda o'zi va farzandi bozordan go'sht sotib olib iste'mol qilayotgan barcha fuqarolar diqqatiga muhim xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda mol go'shti importi 2 oydan beri qisqarmoqda. O'zbekistonda import qilinayotgan mol go'shti hajmi ketma-ket 2 oy davomida kamaydi. Mamlakatda esa go'sht narxi o'sishda davom etmoqda. Bojxona qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2026-yil aprel oyida O'zbekistonga umumiy qiymati 57 million dollarlik 11,2 ming tonna mol go'shti import qilingan. Bu mart oyiga nisbatan sezilarli pasayish ko'rsatiladi. Taqqoslash uchun mart oyida xorijdan 61 million dollarga 12,7 ming tonna, fevral oyida esa 67,4 million dollarga 14,4 ming tonna mol go'shti olib kirilgan. Shunday qilib, import hajmi martda 1,7 ming tonnaga, aprel oyida esa 1,5 ming tonnaga qisqargan. Qo'y va tovuq go'shti importi ham pasayish kuzatilgan. Mart oyida mamlakatga 8,6 million dollarlik 2,85 ming tonna qo'y go'shti olib kirilgan. Mart oyida bu ko'rsatkich 3,1 ming tonnani tashkil etgan. Umumiy qiymatda 9,66 million dollar bo'lgan. Tovuq go'shti importi ham kamaygan. Aprel oyida xorijdan 6,3 million dollarga 5 ming tonnadan ortiq tovuq go'shti sotib olingan. Mart oyida esa 7 million dollarga 6,4 ming tonna tovuq go'shti import qilingan. Shu bilan birga ichki bozorda go'sht narxi o'sishda davom etmoqda. Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, aprel oyida suyakli mol go'shti narxi 1 oy ichida 3,2% ga oshgan. Yillik hisobda esa 16,6% ni tashkil qilmoqda. Suyaksiz mol go'shti ham oylik hisobda 3,2% ga o'tgan. Yilning shu davriga nisbatan esa 17,3% ga qimmatlashgan. Qo'y go'shti narxi aprel oyida 3,7% ga, yillik hisobda esa 20,3% ga oshgan, deyiladi ma'lumotda.